Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana davlat tomonidan qo'yilgan avtobusimiz Qo'ylov vodiy betagidan Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg yo'lga chiqib ketmoqda. Mana kukalar. Qo'ylovdan vodiy betagidan kukalar davlat tomonidan qo'yilgan. Ekranlarga ishonchli raqamlarni qo'yamiz, kukalar murojaat qilasizlar. Kukalar like bosishni, podpisiya qilishni unutmanglar kukalar. Mana Qo'ylov vodiy betagidamiz. Mana ichki holatlarni ko'rsatamiz akalar. Aziz vatandoshlarimiz o'tiribdi. Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg. Bu holasa vatandoshlarimiz joylashdi. 15 minutga yuradi. 15 minutga mana yuradi deb o'tirib topamiz. Ekranlarga like bosing. Mana opamizlar telefonda gaplashib o'tiribdi. Toshkentdan Qo'ylov vodiy betagidan chiqdingizmi opa? Zo'r avtobuslarimiz. Andijon betagidan chiqdi. Yo'q. Sağ ol. Hozir aytamiz shu bir yoqib ber. 1 minut. Mana akalar, ekranlarga ishonchli raqam qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Vatandoshlarimiz yo'lga chiqib ketmoqda. Qalay uka, yoqdimi avtobusimiz? Zo'rmi? Gap yo'q uka. Sog' bo'ling, yaxshi yetib oling.